O'pirilib ketyapti. Hozir bunaqasini boshqa umuman ko'rmagansizlar shu kuninglargacha o'rtoqlar. Kirib sizlarga bitta ko'rsatib beramiz. Devor yiqilib tushadi, qilyapti dod. Hammom cho'miladigan joyi yo'q deb. Yiqilib tushdimi? Bularni oilaviy sharoitini ko'rib shunaqa ko'zimga yosh kelib ketyapti. O'zimni zo'rg'a tiyib turibman o'rtoqlar. Mana ozgina qurib berishga harakat qilgan atrofdagilar, lekin baribir chala qolgan mana. Mana shu yerda bitta ikkita xona bor xolos. Sovg'a olib kelyapman sizlarga. Keling, oching sovg'ani. Sizga mana shu sovg'a. Oling. Rosa xursand bo'lishyapti. Yig'lamang, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'rsatib berayotganlardan tushunyapsizlar o'rtoqlar. Soqotib mashitda qiynaldik deyaptilar. Hamma narsani tushuntirib beryaptilar. Ayniqsa mana kichkinagina bola. Hammasi zo'r bo'ladi, chiroyli uylar bo'ladi mashitda. Qaranglar qanchalik xursandliklarim bularni. Haqiqiy beg'ubor insonlar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Biz sizlarga chiroyli uy qurib beramiz. Uy qurib beramiz. Zo'r qilib mana shu uylarni. Xo'pmi? Duo qilib turasizlar faqat. Duo qilib. Allohu akbar. Mana o'rtoqlar biz уже buzib tashlashni boshladik. Hozir 1 soatdan keyin Samsung kelib polni mashitda yig'ishtirib olib ketadi, xudo xolasa. Aka, siz ishlamay qo'yavering. Ana bolalar ishlashyapti-yu. Gap yo'q lekin. Akam o'zlari ham qarashib yordamlashyaptilar lekin. Rahmat aytyaptilar mashitda quriladigan uyga. Polni buzamiz bu yoni. Da, buzib turib tashlaymiz tagi bilan, ha. Yengitdan noldan zo'r qilib ko'taramiz, quramiz, ha. Yordam berayotgan odamlarni duo qilib qo'ying. Alloh. Yig'lamang mayli. Aka, bitta o'zim hozir hech narsa qila olmayman deb yig'lab ana qo'yaptilar, lekin siz bir o'zingiz emasmisiz. Biz yordam beramiz, yig'lamang xudo xolasa. Uyingiz zo'r bo'ladi. Odam dardi bo'lsa, tilida etib odamlardan yordam so'ra oladi, lekin bu oila gapira olmagani uchun hech kimdan yordam so'ra olmaydi o'rtoqlar. O'shaning uchun bizga yordam bermasak, kim yordam beradi bularga? Ishlar avjida ketyapti. Mana aka o'zlari ham tinmasdan mehnat qilyaptilar. Zo'r aka. Mana hozir uyni polni buzib tekis qilyapmiz. Samsunglarni ishlatib, xudo xolasa chiroyli uy bunyod bo'ladi masjidda. To'liq buzib tashladik. Hozir bizda shunchaki uyni buzdik xolos, lekin shuni o'zida ham duo qilib xursand bo'lyaptilar. Hali uy qursak qanaqa xursand bo'larkanlar. Biz qurmoqchi bo'lgan uy mana masjidda plani chiqdi o'rtoqlar. Ko'rasizlar 1, 2, 3, 4 ta xona bo'ladi xudo xolasa. Oldida yashil zonasi va tashqi tomonda ko'ringanda high-tech stilda juda ham chiroyli uy bunyod bo'ladi xudo xolasa. Mana shu uylarda maza qilib yashaysiz, xudo xolasa. Birgalikda mana shu oilaga uylarni topshirganimizda ko'zlaridagi quvonch, yoshlarini to'g'risi tasavvur qila olmayapman.